Ko'rib turganingizdek 4 metrlik taxtalarimiz soni cheklangan, aksiya narxida ulgurib qoling. 180 shu atrof sotilgan, 140 ming so'mdan aksiya narxida qilib beryapmiz. Aka, son to'g'ri chiqardim, nimalar qilyapsiz? Assalomu alaykum qadrli mijozlarimiz. Ko'p mijozlarimiz talab va istaklariga binoan 6 metrlik taxtalarimizni, yog'ochlarimizni aksiyaga qo'yganimizdan keyin ko'pchilik 4 metrlik so'rashni boshlashdi. Xo'sh, bizda mana 20 ga 5, xalq tilida aytganda 20 ga 5 taxtalarimiz aksiya narxida o'zi 175, 180 shu atrof sotilgan. 140 ming so'mdan aksiya narxida qilib beryapmiz. Abbos aka, aksiya deysiz bular bari obuna bo'lmaydi aka, nima qilasiz aksiya qilib? Shu xalq narxida sotavering. Biz bu narsalarni aksiya qilganimizdan maqsad 4 metrlik taxtalarimizni joyini ochishimiz kerak. Ko'rib turganingizdek 4 metrlik taxtalarimiz soni cheklangan, aksiya narxida ulgurib qoling. Annaylar, shuncha gap bo'lyapti, shuncha aksiya bo'lyapti. Shunagina profilimiz shapkasiga o'tib, obuna bo'lib, tirsillatib, laykachalarni bosib qo'yishingizni so'raymiz.